Karomda foydali taraflari. Karom birinchi navbatda vazn yo'qotadi. Menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Karom vitaminlarga boy sabzavotlar. Undan har xil salatlar, har xil taomlar tayyorlasak bo'ladi. Yurakka foydasi bor, peshob haydaydi, jigar, buyrak yengil ishlashda yordam beradi. Karom ichaklar uchun juda foydali. Karomni qaynatilgani, qovurilgani, salat qilib yesangiz hammasi foyda. Oshqozon ichak kasalliklarini oldini oladi. Sariq kasalga, qabziyatga, umumiy charchoqlarni his qilganda karom sharbati foydali. Karom terini kuygan, yiringlagan, sovuq urgan, zarbadan ko'kargan joylarga maydalab karom bargini kompress qilinsa, bu yara va jarohatlar bitishini tezlashtiradi. Karom sharbati asabni tinchlantiradi, ortiqcha vazndan xalos etadi va shishni ketqizadi. Qondagi qand miqdorini kamaytiradi. Karom sharbatidagi iliq suv Karom sharbatiga iliq suv qo'shib ovqatlanishdan yarim soat oldin chorak stakan ichilsa, bu sharbat sepkillarni ham yo'qotadi. Azizlarim, karom haqida bilganlarim mana shular. Menga obuna bo'lib like bosishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha Allohimga omonatsiz.